Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ko'rsanglar bo'ladi navbatdagi ishimiz oshxona. Oshxonaga qilib berilgan ishlarimiz bilan birin-ketin sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman. Oshxonani TV zonasiga mana shunaqangi qo'l mehnati qilib, vinsanka ishimizni juda ham chiroyli qilib berganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Onyx toshdagi rismkalar bilan boyitib, qo'l mehnati qilib berganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi, Onyx toshda mana shunaqa issiq ranglar bor. Issiq va sovuq ranglar kombinatsiyasini uyg'unlashtirgan holda noodatiy tarzda qilganmiz. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi, och sovuq rang kelib, tepa qismida ketyapti, davom etib, o'rtada sovuq to'q rang, ozgina issiq rang, sovuq rang bo'lyapti va shu ikkala rang jamlanmasi ocharagan holda mana shu joyda kombinatsiyamizni sekin davom etyapti. Takroriy bo'lmayapti. Bu chasti boshqa, o'rtasi boshqaroq, bu yoq qismi boshqa. Yon qismlari qanaqa bo'ldi deb o'ylashinglar mumkin. Yonlarini ham shundan bir xil qilib o'tkazib berganmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Kuxnyamizni umumiy devorlari, orqa fonlari oppoq atachenta qilingan, eshiklarimiz oppoq, patoklarimiz oppoq qilib qo'yilgan, lyustralarni juda ham chiroyli qilib xonamizni qilib qo'yishgan. Bu yoq qismimiz kuxnya, kuxnyamizda hali ozgina ishlari bor. O'tish arafasida, xudo xolasa, bu yoqda o'rtada stol bo'ladi. Kira ovqatlanish uchun. Xudo xolasa mana bu joyda tezlik ko'rib, ovqatlanib o'tiriladigan joy bo'ladi. Ko'rsanglar bo'ladi, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, podключ xizmat deysizlarmi, remontmi yoki mana shunaqangi vinsankami, atachentami, shu uyimni shunaqangi chiroyli remont qilaman deganlar uchun bitta yaqinlar bilan ulashib qo'yasizlar. Xudo xolasa kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan ham chiroyli ishlarimiz bor. Pastda raqamlar qoldiramiz. Raqamlarga murojaat qilsanglar, xudo xolasa 12 ta viloyatga xizmatlarimiz bor. Bu ishimiz Toshkent shahrida amalga oshirilgan. Biz asosan Toshkent shahrida ish qilamiz. Lekin boshqa joylarga ham kelishadi. Viloyatlarga ham chiqasizlarmi deydi, chiqamiz. Qo'shni davlat Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiyagacha bo'lgan joylargacha borib xizmatlarimizni amalga oshirib kelyapmiz. Joyinglar sog' bo'lsin, charchamanglar. Xudo xolasa ishimiz yoqqan bo'lsa, ko'rib, bitta like bosib, podelitsiya qilib, yaqinlar bilan ulashib qo'yasizlar. Charchamanglar, joyinglar sog' bo'lsin.